do'stlar, sizlar bilan Karol Gaming. Ushbu videomizda biz sizlar bilan sezon pas ochamiz va transferda Harry Kane, angliyalik hujumchi, bu sezon yorqin o'yinlar ko'rsatib kelyapti. Qani bo'lmasam ketdik, sekin ochish boshlaymiz. Anu chopilib qolgandan keyin уже sezon pas ochish kerak degan narsa chiqib anaqa bo'lib qoldi. Olmasak bo'lmaydi degan narsa bo'lib qoldi. Chunki mayli mash ekanda nima boshqa gap yo'q-da u to'g'risida. Kimgadir bunday forum bosib berib qo'ysa, endi bir ikkita olish kerak ekan-a. Tanga yosh qolganini sekin olib, maydon legendarniy fitness olib turib, maydonga olib turib, sekin Harry Kane, Holland, Gabrielni kuchaytiramiz. Qani bo'lmasam Harry Kane, here we go. Es una leyenda y lleva puesta la camiseta del club. Yoshligimda shuni kiyimini kiyib yurardim, Harry Kane. Ana. Bo'ldi, xudo xolisa. Maydon ham kelib qoldik. Tezroq buni ham tugatib olish kerak, sababi agar bunda DCL chiqib qolsa 250 minggacha olib borish kerak. Berkan bilan Rivaldo tushsa, ajoyib to'xtasa bo'laveradi. DCL qandaydir yoqmayapti menga. Ushbu videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Sog' va salomat bo'linglar jigarlar.